Amalga oshirilayotgan sa'y harakatlar O'zbekistonga jahon mahsulotlarini va xizmatlarini bozori bilan faol hamkorlik qilish, iqtisodiyotini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Ma'lumki, standartlashtirish tizimini xalqaro standartlar asosida tubdan takomillashtirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan qator topshiriqlar va vazifalar belgilab berildi. Jumladan, davlatimiz rahbari tomonidan Jahon savdo tashkilotiga muddatidan oldin a'zo bo'lishni O'zbekistonning ustuvor vazifasi ekanligini ta'kidladilar. Ushbu jihatdan milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish darajasini joriy yilda 40% ga yetkazish reja qilingan. Amalda bu ko'rsatkich hozirgi kunda 40.6% ga tashkil etmoqda. Alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, 1 yil davomida ayrim sohalar juda mana shu uyg'unlashtirish darajasini ko'tarish bo'yicha faol ishtirok etdi. Bu shu jumladan aloqa va axborot texnologiyalar standartlar uyg'unlashtirish darajasi o'tgan yil 55% dan 77.6% gacha yetkazdi. Elektrotexnika yo'nalishida 32% dan 51% ga, sog'liqni saqlash, farmatsevtika 13% dan 60% gacha yetkazdi. Bu juda katta yutuq. Shuni hisobiga, demak, bizning uyg'unlashtirish darajasi 40 40.6% ga yetkazildi. Lekin bu birgalikda, hurmatli